mashinalar turibdi. Hazillashmayapman. Bu yerda 250 million dollardan oshiqroq mashinalar bor. Ularning birining narxi 100 million dollarni tashkil etadi. Ularni portlatib ko'ramiz, suvda suzamiz, minib ko'ramiz, hattoki ularni osmonda uchiramiz ham. Xullas, nimaga bunchalik qimmat ekanligini sizlarga ko'rsatamiz. Keling, 1 dollarlik mashinadan boshlaylik. Ochig'ini aytganda zanglagan quti. Nega buni narxi 1 dollar turadi? Ko'rib turganingizdek bu foydasiz. Men bunga vaqt yoki pul sarflay olmayman. Buni menga bering va bu dollarni ushlang. Tushunarli. Bu axlat qoldig'i. Xo'sh, agar siz ta'minlashga 20 ming sarflasangiz, u yuradi. Yaxshi, yurgizing bu chiroyli yigitni. Yuradi deb o'ylamagandim. U qanday yuryapti? Sab ketyapti. Bu jinnilik. 1 dollarlik mashina, 1 dollarlik mashina, 1 dollarlik mashina, 1 dollarlik mashina. Anima, bu 1 dollarlik mashina edi. Yaxshiyam men tushib qoldim. Bu esa 100 ming dollar turadigan mashina. Bu o'zi yuradi. Albatta, hazillashayotganim yo'q. Ko'ramiz nega bu 100 ming turar ekan. Mashinada juda ham ko'p o'rindiqlar bor. Bu mashinaga meni hamma bolalarim sig'adi. Sani bolalaring bormi? Ha, mana ular. Ketdi, aylanib kelamiz. O'zi Tesla'ni o'zi yurish uchun sotib olinadi. Mana, men mashinani boshqarayotganim yo'q. U burilyapti. Qarang, o'zi ketyapti. Men gazni ham bosganim yo'q, rulni ham ushlaganim yo'q. Jimmy, sen aytishing bo'yicha rolda uxlab ketish mumkinmi? Yo'q, aslo buni qilmayman. Ha, tushunarli. Endi ko'ramiz mashina qanaqa tez yura olar ekan. Bu juda ham tez yurar ekan. Ha, qo'rqitib yubordi. Bu hali boshlanishi, oldinda samolyot bo'la oladigan mashina ham bor. Hatto u uchadi ham. Hozircha Bu Lamborghini. tegishiga oz qoldi. Uni kalitlari ham ichida turibdi. Qanday qilib buni hech kim o'g'irlamagan? Bu 200 ming bo'lganiga yarasha o'rindig'i ham 2. Men nimaga bunga 200 ming to'laganimga ishona olmayapman. Men bunga o'rnasha olmayapman. Lamborghini qanday yurgizishni biladimi o'zi? Buni qanday qilib yurgizardi? Menimcha bu tortqichni tortsang kerak. Hammasi joyida. Endi biz ketdik. Pastga. Yo xudoyim, bu qanday tezlashyapti? Ha, uni hamma qulayliklari bor. Xudoyim, bu mashina shunchaki jinni. Men gazga atga 2 marta tegindim, lekin biz uchyapmiz. Bilmadim bu mashinani kim bunaqa tez haydaydi. Agar siz tez haydamoqchi bo'lsangiz, bu mashina siz uchun. Endigi mashina bo'lsa 300 ming dollar turadi. Dunyodagi eng xavfsizlashtirilgan mashina bu. Bu mashina xuddi tankga o'xshar ekan. Bu mashina bayonlarning mashina juda ham baland ekan. Sen Lamborghiniga o'tirib olganib qolgansan. Bu mashinani to'g'irlang. Keling, nima uchun bu xavfsiz ekanligini aniqlaylik. Birinchidan, o'q o'tkazmaydigan oynalar juda ham qalin. Bundan tashqari u portlashdan himoya qiluvchi zirh bilan qoplangan. Uni keyinroq tekshirib ko'ramiz. Karl, bu tugmani bosishni xohlaysanmi? Juda xohlayman. Tutun chiqaruvchi tugmani xohlaysanmi? Albatta. Bu juda ham ajoyib. Haqiqiy tuman. Yo xudoyim, tutayapti. Qizig'i shundaki, mashinaning xavfsizligi bunda emas, balki portlashdan himoya qiladigan korpusda. Va biz birinchi bo'lib uni kuchini sinab ko'ramiz. Aytgancha, biz 300 mingli mashinani portlatishdan oldin biz oddiy mashinani portlatamiz va uni yo'lovchilari omon qolishadimi, yo'qmi? 3 2 1 U mashina yonib ketishdan tashqari balki manekенlarni ham uchirib yubordi. Biz uni shashlik qilib qo'ydik. Bu mashinani portlatib yuborishdan oldin uni ichiga Festival solib qo'yamiz. Festival shikolatlarini saqla. Mashina portlashdan himoyalanganini aytishmoqda, biroq buni hech kim tekshirib ko'rmagan. Ko'ramiz, qo'g'irchoqlar omon qoladimi va eng muhimi Festival shikolatlari. 3, 2, 1! U shunchaki sakrab ketdi. Mashina portlashdan omon qoldi. Faqatgina bir nechta tirnalgan joylari bor. To'xtang. Festival shikolatlari qani? Kentlar, xalaqit berma. Festival hali tirik. Agar siz bombaga bardosh beradigan mashina izlayotgan bo'lsangiz, men buni rasman tavsiya qilaman. Xo'sh, biz jang qilmoqchi emasmiz. Biz qo'shimcha 200 ming to'laymiz va bu kater $500 million turadi. Eshiting, bu oddiy mashina, farqini ko'ra olmaysiz, lekin qiziq narsa shundaki, siz uni shunchaki suvda haydayapsiz va u qayiqqa aylanadi. Birinchi Karol boshlaydi. Qani ketdik. Men o'zimni qandaydir noqulay his qilyapman. Ularni birinchi jo'natganimiz sababi bu ishlayaptimi yoki yo'qmi, shuni tekshirmoqchiman. Menimcha ishlayapti. Ko'ramiz nima bo'lar ekan. Biz suvda ketyapmiz. Yo xudoyim. Signal bergungacha knopkani ushlab turamiz. Signal chaldi. Endi bu mashinani shunchaki suvning ustida oddiy mashinadaqa haydash mumkin. Bu juda ham ajoyib. 5 soniya oldin bu mashina edi.
Hammasi joyida? Yo xudoyim, Karl, bas qil. Menga haydashga ruxsat berganlar noto'g'ri bo'lganmikan? Mana senga qizaloq. Birinchi qoida, kirishdan uzoqroq yuring. Biz aylana harakatlanyapmiz. Biz u bilan hozirgina uchrashdik. Keling poyga o'ynaymiz. 3, 2, 1, start. U bizdan tezroq. Qiynalmayapti ham. Tezroq bo'la qol. Biz o'tib ketyapmiz. U tormoz bosdi. U qolib ketganiga ishonmayman. Mashina juda ham tez ekan. G'alabani nishonlashning ovqatlanishdan ko'ra yaxshiroq yo'li borligini bilmayman. Ey, Festivalsni ushla. Ushladim. Festivals dunyodagi eng nomeradin shikaratlardan biri. Bolalaringizga albatta olib berish. Biz uchalamiz ham okeanda mashina haydayapmiz. Bu juda ham jinnilik. Jimmy, men bu narsani juda ham yaxshi ko'raman. Bu juda ham ajoyib bo'ldi, lekin bu hali videoning boshlanishi. Bizning oldindagi mashinamiz uchishi mumkin. Bu $600,000 turadi. Buni Nolan va Karl haydashadi. Nimalar bo'lyapti? Bu mashina nafaqat yerda tez yura oladi, balki osmonda ham 2,5 kilometr balandlikda tez uchishi mumkin. Bu mashina haqiqatan ham bu samolyotni boshqaruvchi boshqa odam bor. Men esa boshqa samolyotga o'tirishni tanladim. Tushunmayapman, mashina qanday qilib uchishi mumkin? U ko'tarilyapti. Qaranglar, u yerga tegmayapti. Bu haqiqatan ham ucha oladigan mashina. Mashina to'xtamasdan uchyapti. Ko'zlarimga ishonmayman. U meni boshlarim atrofida aynalyapti. Bu juda ham zo'r. Menimcha $600,000 ga haqiqatan ham arziydi bu mashina. Qo'nishga tayyorlaning. Endigi mashina 1 million, lekin men bir dona olmadim. Siz tushunganingizdek, hamma mashinalar 1 million turadi. Shuning uchun biz hammani xursand qilish uchun 10 ta eng zo'r 1 millionlik mashinalarni to'pladik. Har doimgidek biz imtihon qilishimiz uchun bizda poyga yo'li bor. Shuning uchun men do'stlarimga istalgan mashinani tanlashga ruxsat berdim. Men sen bilan boraman. Tanla. Meni jongina. Men bunga albatta mosman. Rolda telefon o'ynash mumkin emas. Bu bizning hududimiz. Bu yerda mumkin. Biz faqat oldinda ketamiz. Ey, ko'z bilan emas. Men birinchi marta poygada Bu qatnashyapman. menga yoqyapti. Xuddi farsajga o'xshaydi. Bu faqat erkaklarga xos, ovozi baland va qimmatbaho mashinani minish. Va shaxsiy poyga yo'lida. Ha, shaxsiy poyga yo'lida. Shoshma, sevgilimga SMS yozib olay. Mayli, kerak emas. Men urilib ketaman. Iltimos, kerak emas. Yo xudoyim, biz 1 millionlik mashinada jinnilik qilyapmiz. Hozircha bolalar, aynalib turgungacha men sizlarga keyingi yangi mashinani ko'rsataman.